Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Biz Namangan viloyati Namangan shahriga keldik. Xonadon uchun. Xo'p, umumiy quvvati invertorimiz 50 kilovatli bo'ladi. Quyosh panelimiz 36 kilovat bo'ladi. Sababi tomimizda hisob-kitobini qildik. 50 kilovat quyosh paneli sig'maydi. Tomdan mana ko'rib turibsizlar, maksimal foydalandik. Bir-biriga soya bermaydigan qilib 90 oralari mana. Yaqin 4 metr qilib oralari bir-biriga soya berilmaydi. Effektivni ishlaydi panellarimiz. Qolgan 14 kilovatini reja chiqarib berdik. Hovlimizni bu qismini daraxtlar olib tashlanadi deb gapiryapti akamiz. Mashitga naves qilib, chiroyli qilib ko'tariladi. Qolgan 16 kilovati. Shunda to'liq 50 kilovat quvvat bilan quyosh panellarimiz, quyosh elektr stansiyamiz ishlaydi. Ishlarimiz mana shunaqa sifatli, chiroyli amalga oshirilyapti. Profillardan foydalanamiz. Doim metall konstruksiya qismi zaynlashga qarshi kraskalar qilingan. Ishlarimizni kuzatishda davom etinglar. Panellarimiz Longi Haymo Xon bo'ladi. Yana bir batafsil tushuntirib o'taman bularni, hammasini aytib o'taman. Invertorimiz deya bo'ladi. Oxirida narxlari bilan ham tanishtirib chiqaman. Kuzatishda davom etinglar. Panellarimizni qotirib oldik. Ko'rib turganlaringdek, yana xuddi o'sha joydan syomka qilib ko'rsatyapman. Panellarimiz tekis sifatli qilib qo'yildi. Hozir montaj qismi bo'lyapti, montaj jarayonidamiz. Panellarni qotirib, invertor shitlari mana shu tomda o'ziga joylashtirilgan. Bu haqida ham aytib o'taman. Hozir joyida ko'rsataman hammasini. Ishlarimizni ko'ringlar. Oralari mana umuman soya tushmaydigan holatda. Deyarli 4 metr. Ishlarimiz mana shunaqa sifatli tekis bo'ldi. Bu mana invertorlarimiz, shitlarimiz yig'ilishi mana shunaqa akkuratni chiroyli qilindi. Barcha zashtalari bilan birgalikda zazimlanish ishlari ham albatta amalga oshiriladi. Hozirgi vaqtda 8 kilovatdan oshiq ishlab turibdi. 30 kilovatli quyosh elektr stansiyamiz. Ko'ringlar mana. Umuman quyosh yo'q. Bulutli ob-havoda. Mana shunaqa effektivniy bo'ldi. Bu tomonga alohida shitlarni ham qilib berganmiz. Mana shunaqa ishlarimiz sifatli chiroyli amalga oshirildi. Hurmatli kuzatuvchilar, oxirida ma'lumotlar berib o'taman deganman. Panellarimiz haqida yana bir aytib o'taman. Longi Haymo Xon 645 vattligi. Umumiy quvvati 36 kilovatdan oshiqroq. 56 dona. Invertorimiz deya 50 kilovatligi. Xonadon egalariga barcha xarajatlari ichida, sizlar tushunadigan tilda aytsam, patkulch 130 million so'mga xonadon egalariga ishimizni topshiryapmiz. Kimga mana shunaqa sifatli xizmat kerak bo'ladigan bo'lsa, o'zimizga murojaat qilinglar. Ko'rib turgan telefon raqamlarim bilan bog'laninglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat, salomat bo'linglar.